Hamma narsani oldik ishni esdan chiqmadi. Yo'q, Ha, bolalar bilan gaplashdingmi? ertalab gaplashdim Daron bilan. Ha. O'zlari tushib ketishadigan bo'lgan ular. Men aytib qo'yganman, bozorlik qilib o'zimiz chiqamiz deb. Hozirroq boraylik. Stokda barcha toza qilib dam oldik. Odam zerikib ketdi o'ziga. Ketdik. Ketdingmi? Ketdik. Bugun maza qilamiz Bugun deganda. maza qilib dam olamiz. Telefonlarni o'chirib qo'yamiz. Bo'ladi. Ey, bu nima qilganingiz aka? Ko'zga qarab yursangiz bo'lmaydimi? O'zinglarga hech qilmadimi? Uzr, men haligi eski mashina ekanda nima qilasiz endi tormoz atkazib qoldi. Xavotir olmang uka. Xohlagan joyingizga olib boring. Men qilib beraman uka. Meni bo'ynimda. Yurda ishi bor. Hozir. Boshdan orqa kapot bilasan, olon turadi. To'g'rilataman deb yurmagan. To'g'rilatadigan bo'lsa, orqa kapotda 1,5 ming dollar narx tushib ketadi mashina. Bundan ko'ra yangi qildirib, nima qilasan bularga rahim qiladi. Bo'ldi. Rahmonlik qilmang. Bo'ldi, tushunib ketdim. Aka, yangi mashina edi. Menga qarang aka. Buni o'zini to'g'rilab bermaysiz aka. Bu detallari kamida 600-800 dollar ketadi. Menga hammasini yangi detal olib berasiz. Yangi mashina edi bu, qarang mana. Uka. Menda unaqa pul yo'q. Men mana shu mashinada, eski mashinada odamlarning yukini tashib kun ko'raman. Uyga to'plab qo'ygan 1 million 200 ming pulim bor. Xohlasangiz o'sha pulni olib kelib beraman. Qolganini 2-3 oyda qilib beraman deyman. Aka 1 million 200 ming pulingiz bunga nima bo'ladi? Aka bilasin, palon pulli mashina bo'lsa, o'zi yaqinda olib chiqqan bo'lsa bu mashinani aka. Siz qarabroq yurmabsiz, jon aka. Bo'pti, unda bunaqa qilamiz aka. Hozir ustaxonaga boramiz, narxlatamiz. Borib pulingizni ertaga olib kelib berasiz. Lekin aka aytib qo'y, qolganini 2 oyda qilib berasiz. Xo'p.